Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun sizlar uchun bitta Porter ko'rgan kelganmiz. Porterimiz 2022-11-oy narx o'ta qulay narxda chiqadi. Minuvchi odam uchun o'ta zo'r narx, o'ta qulay variantdagi mashinamiz. Mashina kelib ko'rishingiz mumkin. Mashina ozgincha DTP bo'lganligi uchun bu karislar o'zi kraska qilib tayyorlab qo'ygan. Shu yerda ozgina kraskasi bor. Mashina oldi tarafida kraskasi bor. Buni ichini ko'rsatsangiz, mashina primer, hamma narsasi bor. Sensorli monitor deysizmi, hamma narsasi bor. Cruise control, climate control. Ko'rishingiz mumkin. Zapas xodi bilan 49% bilan 131 km ko'rsatyapti. Mashina 100% zarar bilan 260 km. Mashina yurgan masofasi 35400 km yurgan. Mashina yaxshi holatda. Mana ichlarini ham ko'rishingiz mumkin. Yaxshi qarab mingan endi ichki holatini. Balon holatlari, balonlari yangi. Xo'p, shu yerda ozgina DTP'si bor, keyin oldida ozgina DTP'si bor. Mashina ko'rishingiz mumkin. Yaxshi, orqadagilari ham yaxshi holatda. Mana taglari. Mashina taglari. Ozgincha xizmat qilgani bor, lekin narxi o'ta qulay chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin. Bort holatlari yaxshi holatda. Ko'rishingiz mumkin. Shu yerda ozgina DTP'si bor. Buni o'zimizda ham chiqarish qiyin, nimaiki material qalin hisoblanadi. Chiqarish qiyin bo'ladi. Ustalar uchun o'ta murakkab joy, chunki bu yerda figura bor, burilgan, qirilgan, kirgan joylari bor. Buni chiqarish qiyin. Balonlari yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxda yetkazib beramiz. Bakovoylari oq. E'tibor berishingiz mumkin. Oq bakovoy eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Bu primeri O'zbekiston uchun kiradi. Rassammoshkasi odatda 5000-6000 dollar atrofida chiqadi. Yo'l kirasi $2500 dan $3000 gacha. Mashina narxiga keladigan